Sayit, Bektoshni niyatiga yetkaz. O'yindan chiqdi. Tohir, nima bo'ldi? Pul yetishayapsanmi? Tog'a telefon qilyapti. Ochi tinchlikmikin? Labbay tog'a, assalomu alaykum. Shoh. Yakshanba kuni baliq yo'limga o'tish. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Islom, ish qilib ishni toza qilganmiding? Cho'ta tog'a bizdan shubhalanyapti-da. Meni sharpa deyishadi. Men qilgan ishdan na iz, na ovoz qoladi. Xavotir olishma. Agar Dovud bilan Bektosh bizni bu ishda aloqamiz borligini bilsa, uchovimizni ham bitta chuqurga ko'mishadi. Sizlar endi tender ishga ham kirish. Assalomu alaykum, Abdug'oppor aka. Keling gaplashamiz. Va alaykum assalom, mumkinmi? Keling aka. Keling aka, xushsiz. Keling aka. Xursand bo'ldim, ko'rib akajonim. Kaginam, yaxshimisan? O'tiring keling aka. Xo'p. Bektosh yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Rahmat aka, yuribsiz aka. Nima xizmat aka? Uka, ko'chada ko'p yurasan. Shunaqa Hoji degan bola bor ekan. Shuni tanimaysanmi, mabodo? Hoji. Ha, aka men uni taniyman, lekin kattalarini taniyman aka. Tinchlikmi aka? Nima bo'ldi? Ochiq gapirol. Siz meni katta qilgan akam bo'ladi yoshligimda. O'zing bilasan uka, telefon bilan shug'ullanaman. Bugun do'konga kelib, kecha g'alati muomala qildi-da. Kelinglar. Abdug'oppor senmisan? Ha, menmi aka, nimasizman? Bo'lmasam yur, tashqariga. Gap bor. Nima gapingiz bo'lsa, mashina gapiravering, chiqmayman. Senga chiqyaptimi? Hey. Gap chiqsa qilaman. Eshim bo'yicha O'zbekimga telefonlarni sen tarqalsan aka. Bugundan boshlab telefonlarni bizdan olasan. Va ustiga qo'ymasdan ashini hafta sen sotasan. Tushundingmi? Aka, siz bilan kelisha olmaymiz aka. Men sen bilan kelishaman deganim yo'q. Aytildimi qilinadi. Agar hayoting bir lahzaga to'xtab qolishni xohlamasang, kechpa telefon qilaman. Shunaqa gaplar uka. Shu masalaga o'zing qiziqib bersang yaxshi bo'lardi. Abdug'oppor aka, bu ishimni hal bo'ldi hisoblavering aka. Yaxshi bo'lardi. Oshbosh yeymiz aka. Xudo xolasa boshqa safar. Mayli aka, men hozir kelaman bolalar. Oybe, sen immunlash do'koniga borgan bolani bitta qilib tutib kelasan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Aziz, Oyatullo yat, meni oldimga tushirib qo'ysin. Tushunarli. Tushunmadim. Oyatullo O'zjon. Bandit tasavvurdimi? Hozirgi zamon banditlik o'taqmaydi. Tog'a telefon qilyapti. Alo tog'a. Sen salom bera olmaydigan darajada o'zingdan ketib qoldingmi? Yo qo'rqqaningdan tilingni yutib yubordingmi? Assalomu alaykum. Sen shu darajada yashaging kelmay qoldimi, jiyan? Yo'q. Tog'ing maqsadingga yetkazsinmi? Mayli, ko'rinib turibdi. Bu ishni juda xohlayapsan. Tog'alar jazolar deb o'ylardim. O'ldiradi deb emas. Tog'ing senga buni sovg'a qiladi. Tog'a mayli. Siz qanaqa hukm o'qisiz, men roziman. Ertaga Xo'jaobodga baliq ko'limga kelish. Bu ishlarda shoshqaloqlik ketmang. Ertaga boraylikchi, tog'ing bizga nimalar tayyorlab qo'ydik. Ertaga Dovud bilan Bektoshni bu hayotda yashashini xohlamayman. Assalomu alaykum. Bektosh aka, yaxshimisiz aka? Meni yo'qlab qolibsiz. Va alaykum assalom. Qani o'tir. Bo'ldi aka. Akajonim, bizga nima azmat? Yo'qlab qolibsiz? Menga qara. Munosabatingni boshqa joyda qarasan. Sen nima bandit bo'lib ketdingmi? Odamlar guruz qo'yadigan. Aka, biz birovlar haqidan qo'rqadigan insonlarmiz. Qo'y og'zidan cho'p olmaydigan insofli insonlarmiz, bu aka. Oybe. Yur. O'tir. Bektosh aka, Oyatullo aka. Shu sening odamingmi? Bo'ldi Bektosh aka. Aka,
mendan o'tibdi. Men o'zim chiroyli qilib gaplashib qo'yaman aka. U inson men yaqin odamim. Yana bir marta shu ishni yana bironta qilganini ko'rib qolsam, eshitib qolsam, mendan yaxshi kutma. Surishib bu yerdan. Bo'ldi aka, xato to'g'rilaymiz. Tur o'rningdan. Bir kun shu betoshni qonini ichaman. O'liyaga Bektoshga qarashligini bilmagandi. Bu mayda chuda maylislaring yig'ishdi. Bizda tog'ang chaqirgan. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Vaqtdan bo'ptimiz ham ketdi. Biz bu ishlarni yig'ishtiramiz deya Fuzul tog'angni qilgan ishini qara. Agar bu ishdan chiqaman deysen, qarshingda kimlarni ko'rasan degandek, hammani yig'ib ol. Davud, sen tog'da akam bor. Ularda hammasi bir joyga to'plagan juda ham yaxshi bo'ldi. Hammasini bitta chuqurga ko'mamiz. Jiyan, sinimdan qolgan yodgor ekanligingga qarab o'tirmayman. Bilasan, bu yo'lga kirish bor, chiqish o'lim. Said, Tog'a, bu yerda do'sti uchun jonini beradigan odamlar bor, pul uchun emas. Bu yerda o'lish kerak bo'lgan odam Bektosh emas. Siz bizga ajoyib sovg'a tayyorlabsiz. Biz buni kutgandik. Biz ham sizga ajoyib sovg'a tayyorlaganmiz, lekin siz buni kutmagansiz. Bektosh aka bizning mehmon bor. Yana qanaqa mehmon? Assalomu alaykum Bektosh aka. Ajdar, sen bu yerda nima qilyapsan? Nima oldi Moskvada ishlar? Aka, Moskvada ishlarni hal qilolmadim. Bu ishlarda ortida tog'a bor aka. Shunga sirazi oldingizga qaytdim aka. Bo'lmasam, Ajdar, Posob, senlarga ish bor. Tog'a, bitta ishora bilan o'zi kavlagan chuqurga hammalarni ko'maman. Lekin biz sizni harom qoningiz bilan qo'limizni bulg'amaymiz. Bugundan tog'a jigarishimiz uzildi. Yana bir marta yo'limizdan chiqsangiz, keyingi safar bu chuqurni bosh qoldirib ketmayman. O'zini ko'mib keyin ketaman. Bugundan hamma xohlagan ishini qilish yo'q. Kimdir bolasi yetim bo'lishini, yana kimdir ayoli tul qolishini, onasi bolam deb yig'lab qolishini xohlasa, eski ishini qilishga bir urinib ko'rsin. Bu millatni zaharlashlaringga endi jim qarab turmaymiz. Ketdi bek. Said, mashinani tayyorla. Kim bu Davud? Kelishi bir bo'ron, ketishi bir to'fon. Ha, yelka ustida bosh ustida aql qoldirma. Umrimda birinchi marta duch kelishim. Bunaqa jur'at bilan gapiradigan insonga. Oyoqlari bosh, boshlar oyoq bo'ladigan zamonga ham yetib ketdik. Davud. Bu ishlar tashaymizda tog'aga qarshi chiqib qoldik. Dushmanlarni qo'y. Do'stlarga qana tushuntiramiz. Eshik yursak ham tushunishmaydi. Eshik yuradigan davrlar o'tdi. Endi davr bizniki. Yo biz yonimizda turadi, yo qarshimizda tiz cho'kishadi. Uchinchi yo'l yo'q.